Hozir sizlarga video darslik o'tadigan odam bizning kanalimizning ikkinchi egasi. Xo'p, pulli reaksiyani yoqishni o'rgataman. Bu juda ham oson. Sizlar kanalingizda bo'lish kerak. Chatda ili shaxsiy chatda ili yozadigan, mana masalan, guruhda unaqa narsa yoqa olmaysizlar. Mana hozir o'zim ham qilib ko'rsataman hozir. Birinchi kanalda qilamiz, keyin gruppada qilamiz. Xo'p, gruppada baribir o'xshamaydi. O'shanga ko'rsatmoqchiman qanaqa nimaga o'xshamasligini. Xo'p, reaksiyalarga kiramiz va reaksiyalarni yoqish. To'xtanglar. O'zingizlar xohlaganinglarni bundoq qo'sha olasizlar. Hozircha botdan qilib bo'lmayapti. Hozir 5 minut men bitta saytga kirib olaman. Xo'p, o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa yo'q. Reaksiya visi turibdi. Включить платные reaksiya. Mana shunday o'xshar ekan. Sizlar to'xtanglar. Sizlar anaqani ishlatishingiz kerak bo'ladi. Men bitta chiqyapti, men buni qila olmayman. Men bittaga включить платные reaksiya o'zbekchada pulli reaksiyani yoqish chiqadi. Shuni bosasizlar, keyin bo'lsa o'zi yoqiladi. Pulli reaksiyani yoqish mana bitta pulli reaksiya yoqildi. Bo'ldi, сохранить измененияni bosib chiqib ketamiz va mana bundoq qilsa, mana pulli reaksiya yoqiladi. 50 ta, 10 mingta, bitta shunga o'xshash. Mana bittadan o'zi anaqa qilib sizlarga jo'nataveradi. Keyin buni qanchadir masalan 100 ta, 200 taga yetgandan keyin o'zingizga yechib olib, bunga masalan mana kanallarga kirsanglar, men hozir Lubo bitta kanalni ko'rsataman. Mana bu kanalga bundoq kirsanglar, mana shunaqa narsalar chiqadi, sovg'alar. Mana bu tugmani bossanglar, mana bu sovg'ani tugmasini bossanglar, mana shu sovg'ani tugmasini bossanglar, keyin o'zi mana bunaqa joy chiqadi. Keyin xohlaganinglarni bosasizlar, masalan 100 talik, mana 15 talik ham shunda bosib turib, keyin tashaverasizlar. Keyin bo'ldi. Shunaqa qilib qilamiz. Shunaqa qilib yaratib olsanglar bo'ladi. Bu dars juda qisqa bo'ldi, chunki juda ham oson edi.